Munavvaratiga yangi mavsum to'liq ochildi. Xudo xolasa juda ham katta yangiliklar bilan sizlar uchun qaytib kelyapmiz. Madina Munavvarada, Makka Mukarramada yaqin shinam mehmonxonalarimiz xudo xolasa sizlar uchun tayyor bo'lib turibdi. Bitta like tugmani bosib qo'ying. Esingizdan chiqmasin, kommentariy yozish. Xudo xolasa men sizga bir boshdan Madina Munavvaradagi Makka Mukarramada shu mavsumdagi eng arzon narxlarni chiqarib berishda hech ham to'xtamagan holatda men boshladim. Madina Munavvarada 200 metr orada gastitsamiz bo'lsa, Makka Mukarramada esa 1,5-2 kilometrda bo'lyapti. Bundan tashqari malakali 50 yoshlarimiz birga borib, birga kelishyapti va uchadigan joylarimiz Toshkent, Andijon, Namangan, Farg'ona, Samarqanddan ham reyslarimiz xudo xolasa siz uchun qo'yib qo'ydik. Bemalol quyidagi raqamlarga aloqaga chiqsiz. Joylarni call center bolalarimiz to'liq qilib bron qilib berishadi. Bundan tashqari narxlarimizga keladigan bo'lsa, narxlarimiz $1100 bo'lyapti. Xudo xolasa agar 5 kishidan yuqori inson bo'ladigan bo'lsa $20 chegirma qilib beramiz. Bundan tashqari 10 kishidan yuqori bo'ladigan bo'lsa $30 chegirma qilib beramiz. Xudo xolasa qarang, bizda faqat primoy reys bo'ladi. Madina Munavvaraga borish uchun ham, Makka Mukarrama, Jidda shahriga borish uchun ham primoy reyslarni amalga oshiryapmiz. Xudo xolasa bemalol quyidagi raqamlarga aloqaga chiqsalaring bo'ladi. Yana bitta narsa, qayerlarga sayohatga boramiz? Qarang, Makka Mukarramada sayohatlarimiz Arafat tog'i, Muzdalifa, Uhud, Qizil dengiz, Hiro g'ori, Mino g'ori, Qizil dengiz aytdim, adashmasam Qur'on zavod aytdim, Ravza-i Munavvara aytmadim, Ravza-i Munavvaraga kirishim aniq. Xo'p, men sizga aniqroq ma'lumot beraman. Hop. Nimaga shoshilib gapiryapman? Sizlarni kuttirmay, o'shuning uchun shoshilibroq gapiryapman. Qarang. Xuddi sayohatlar, Arafat, Muzdalifa, Uhud, Qizil dengiz. Xo'p, bundan tashqari 2 mahal Madina Munavvarada islomlar, Makka Mukarramada 3 mahal milliy taomlar, malakali 50 yoshlar. 2 marta qaytarib qo'yaveryapman, chunki tushunmagan odamlar bo'ladigan bo'lsa, sal sekinroq gapiryapman boshda. Siz qarab qo'ydim-da. Narxlarimiz $1100 dan. Agar bo'ladigan bo'lsa, do'stlarimiz ham yozishni boshlashdi. Xo'p, bo'lgandan keyin o'tdi. Qarang, Madina Makka Mukarramada Rose Garden degan gastitsamiz bo'ladi, xudo xolasa. Nimaga men sizga aniqroq o'qib beryapman? Videolar juda ko'payib ketdi ijtimoiy tarmoqda, o'sha tushunmovchilik narsalar bo'lganligi uchun men sizga aniqroq o'sha bizda qaysi gastitsaga qo'yilishini o'zimizda bazamizda tushadi-da. Men o'sha bazadan sizga ko'rgan holatda aniqroq qilib aytib beray deyapman. To'g'ri gapiryapman menimcha. Siz ungacha pastdagi nomerlarga aloqaga chiqib, joylarni bron qilib tursangiz bo'ladi. Kunda kunora Toshkentdan reyslarimiz bo'lyapti. Vodiydan haftasiga 2 ta bo'lyapti, Samarqanddan haftasiga 2 ta bo'lyapti. Xudo xolasa Termizdan ham qo'yamiz degan umiddamiz. Xudo xolasa yaqin o'rtada qo'yilib qolsa kerak. Shoshilinch xabar, buni tezroq yaqinlarga jo'natib qo'yish kerak. Nimaga deydigan bo'lsa, Umra ziyorati ochilganidan ko'pchilikda xabari yo'q. Men Umra Abdulvohid kanalidan ko'rib ketyapman Umra ziyoratiga. Deydigan bo'lsangiz ham xudo xolasa xijolat bo'lib qolmaymiz, chunki 5-6 yillik tajribaga ega turib-odammiz. Men o'zim juda ham ko'p ijtimoiy tarmoqqa chiqqan bo'lsam, juda ham ko'p insonlar meni ko'rgan. Yana nima demoqchiman? Meni ko'rganlar o'zi yaxshi biladi. Bu Abdulvohiddan Umraga oldin borganmiz. Abdulvohid yaxshi inson deb juda ko'pchilik gapiradi. O'zimiz maqtab qo'ymaymiz. Kim maqtaydi o'zimizni, to'g'rimi? Sizdan bitta like bosib kommentariyada meni maqtab ketishingizni iltimos qilib qo'rardim, chunki agar yaxshi bo'lsam yaxshilang, yomon bo'lsam yomonlab keting. Ha do'stim, Xudo xolasa. Inshaalloh tez kunda Umra ziyoratiga bormoqchi bo'lsangiz, quyidagi raqamlarga aloqaga chiqishingiz mumkin. Men sizga narxlarni ham aytib o'tib ketdim, sayohatlarda aytib o'tib ketdim. Agar tushunmagan joyingiz bo'ladigan bo'lsa, bemalol quyidagi raqamlarga aloqaga chiqib, aniqroq, batafsilroq ma'lumotni bilib olsangiz bo'ladi.